أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifati bilan Sura Ali İmran'ın 110. ayeti keldik. Oldingi oyatida Alloh taoloning arg'amchisiga chin isilish to'g'risidagi mazmunlar o'qib o'tilgan. Bu oyatlarda bo'lsa, yana Alloh taolo shu musulmonlarni o'zlarining diniy aloyidligini, islom ummati o'zlariniki aloyidligini, shaxsiy aloyidligini muhofaza qilishga qiziqtiryotidi. Bu o'smi nima degan chaqda yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish. Oldi bilan Alloh buyurgan ishlarga o'zimiz qilamiz va Alloh cheklagan ishlardan yiroq turamiz. Uningkin shu boshqalarni yaxshilik buyurib, yomonlikdan to'samiz. Mana bu shu islom ummatiningki bir maziyatun shaxsiyya deydi ekan. Bir aloyidilki. Estaizu billah. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Yani sizler insanların menfaati için çıkarılgan nayet yaxşı bir ümmet boldunlar. Yani ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti sizler insanların menfaati için o'ttirg'i çıkarılgan, yaxşılıkı buyurup yamanlıktan to'sadigan, Allohga iman etadigan eng yaxshi ümmet sizler. Eğer ehli kitap yani Yahudiler ve Nasaralar iman etse, yani Muhammed Aleyhisselam'a nazil kılgan vahiyge işense, ular için dünya ve ahirette elbette yaxşı bo'laddi. Ularning ichida mu'minlarmi bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. Ya'ni fosiqlar deganda ya'ni kofirlar demoqchi bu yerda. Ya'ni kuntum ey Muhammad alayhissalom ummati. Sizlar Alloh taoloning ilmida, ilmi azalisida nihoyatda yaxshi ummat bo'lgan edinglar. Yaxshi ummat bo'lgan edinglar. Qanday yaxshi ummat degan chog'da uxrijat, uzhirat, ya'ni oshkor qilindi, o'tirg'i chiqarildi. İnsanlar uchun, ya'ni insonlarning manfaati uchun demoqchi. Sizlar yaxshilikqa buyursizlar va yomonlikdan to'siysizlar va Allohga imo etasizlar. Valau amana ahlul kitob, agar ahli kitobmi iymon etgan bo'lsa, albatta bu iymon etish ular uchun yaxshi bo'lgan bo'ladi. Ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etgan bo'lsa, bu ular uchun yaxshi bo'lgan bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor? Abdullah ibn Salam va uning hamrohlariga o'xshash ahli kitobning yahudiylarning ichidan iymon etganlarmi bor? Lekin ularning ko'pinchisi fosiqlardir, ya'ni kofirlardir. La yadurrukum illa adha. Hergizmi zarar yetkazilmeyi sizlerge. O Yahudiler Müslümanlara yine Müslümanlar cemaati sizlerge hiç qanday bir narsadan zarar yetkazolmaydi. Faqatla aziyat. Yine bilen tillash, tahdid selish orqali shu tili bilanla aziyat yetkazolmaydi. Onun boshqa sizlarga hech qanday zarar yetkazolmaydi. Ularni shu ochiq gap qilib shu tillab ochig'ini chiqarib oldi. Boshqa sizlarga zarar yetkazolmaydigan kuchi yo'q ularning demoqchi. Ve in yuqatilukum eğer ular sizlar bilan urushga tushib qolsimi naq shu e, maydonga tushib ro'bro urushga urush bo'lib qolgan taqdirda ular sizlarga orqani qilib qochadi deydi. Munhazimin mag'lub bo'lgan holatda. Thumma la yunsarun. Andan ular sizlarga hargizmi g'alaba qilolmaydi. Balki islom ummati g'alaba har vaqt sizlarga xosdir, ularning ustiga. deydi. Demak, islom ummati bu biz o'lib ketsak shehid bo'lamiz degan shu iymon e'tiqod ularda bo'lgan ekan ular hargiz kayni gelmaydi. Haqiqiy mo'min degan shu jang maydonida hargiz kayni gelmaydi ekan. Ma oyatdagin birisi kofirlarning bo'lib shu ahli kitob yahudiylarniki qo'rqinchliqini deb beryapti bu yer. Ular sizlar bilan urush qilishga hargiz e, toqat qilolmaydigan. U maydonga chiqqan taqdirda orqasiga qochirgan mushtaq bir insonlar. Duribat alayhim zillatu vel maskana. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
Ularga xorliq yuzlandi. Endi ahli kitoblarga shu xorliq yuzlanganligining ahvolini Alloh taolo bizga so'zlab beryapti. İlgirki oyatda islom ummatiniki bir alayidiki shu yaxshilik buyurib, yomonlikni to'sadi degan. Endi shu yaxshilik buyurish, amr ma'ruf, nahiy munkar yo'qolib ketgan chaqda qanday bo'ldi desam, işte xorliq yuzlangan gapkan ummatga. Ahli kitoblarga shu xorliq yuzlanganlikniki bir sababi mushu. Ularning qayerda bo'lmasin Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlardan boshqalari xorliqqa petib qoldi. Allohning g'azabiga uchirdi. Muhtojlikqa cho'mdi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ldirganliklari uchundir. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklamasidan eshib ketganliklari uchundir. Aynama tuqifu degan haythuma vujidu. Yine nadil bo'lsin ularga xorliq yuzlandi. Ular uchun izzat va i'tisom Allohning org'amchisiga esirish deydigan narsa yo'q. Faqatla e, illa bihablin minallohi va hablin minan nas. Allohning org'amchisiga va kishilarning mu'minlarning org'amchisiga esirgan chaqdilamlar unda bo'lmaydi. Yani Allohning va musulmonlarning himoyasi bo'lganlardan boshqalari xorliqqa petib qoldi demoqchi men. Yani müminlerning himoyasi bo'lsa qanday bo'ldi desa shu jizya to'lab omonlikqa erishadigan vaqtda shu mo'minlarniki himoyasiga erishgan bo'ladi. Undan boshqalari shu xorliqqa patdi. La ismata lahum g'ayru zalika. Ularga undan boshqa bir qutulish yo'q, omonlik yo'q. Va ba'u bi ghadabin min Allah. Ular yana Allohning g'azabi bilan qaytdi. Va duribat alayhimul maskana. Va ularga xorliq yuzlandi. Yine muhtojlik yüzlendi, muhtojlik çömdi demişti bir yerde. Meskene degan. Miskinlik, kambag'al, miskinlik deymiz shu unidagi gap bor. Zalika bundaq bo'lishi buning sababi nima degan chog'da ular Allohning oyatlari ko'pollik qilgandir va payg'ambarlarni nohaq o'ldirgandir. Zalika yana buning sababi nima degan chog'da bima asav. Allohning amriga osiylik qildi va chekni eshib ketdi. Halolni halol harom masalalarda chekdan eshib chekdan tajovuz qilib ketgan. Mushundoq bo'lganliklari uchun ular xorliq uchundi demoqchi. Laysu sawa'an. Ular yani ahli kitoblarning hammasi bundoq emas deb aytadi Alloh taolo. Min ahli kitobi ummatun qoima. Ahli kitoblarning ichida yana haqning ustida sabit turgan mustaqim bir ummat bor. Yani shunda bir kishilar bor. Abdulloh ibn Salamga o'xshash va uning hamrohlariga o'xshash. Yatuna ayatillahi ana al-layl. Ular Allohning oyatlarini kun kechininki soatlarda tilovat qilib turdi. Va ular sajda qilgan holatda, ya'ni yusallun, ya'ni sajda namoz o'qigan holatda Allohning oyatini tilovat qilib turdi. Yana ular Allohga va oxirat kuniga iymon etgan holatda, ya'ni yu'minuna billahi val yawmil oxir degan ya'ni holkan. Allohga va oxirat kuniga iymon etgan, yaxshilikqa buyurgan, yomonlikdan to'sgan holatda va yaxshi ishlarga oldirgan holatda ular mujda Allohning oyatlarini kechining taraflarida tilovat qilib turadigan mushta bir yaxshi ummat bor, yaxshi kishilar bor. Demoqchi ahli kitoblarning ichida mushta insonlar bor. Va ulaika minas solihin. Shular, ya'ni zikr qilingan mushu sifatlar bilan sifatlangan insonlar, shu kishilar bo'lsa, solihlarning qatoridandir. Va minhum man laysu kadalika. Ham ularning ichida bundoq bo'lmaganlar ham bor. Va solihlarning qatoridan bo'lmaganlar ham bor. Yani bir kısımları şu Abdullah ibn Salam'a o'xshash imo etgan yaxshi kishilar bor. Lekin ularni to'lasi kofirlar deb yuqorqi oyatda o'qib o'tildi. Va ma taf'alu min khayrin falan yukfaruh. Ya'ni falan tukfaruh deb o'qildi ekan. Yaxshilikdan nimani qilmanglar, ey ummat, ey haq ustida sabit turgan ummat, qandaylik bir yaxshini qilib qolsanglar, u hargizmi yo'qolib ketmaydi. Tukfaruh degan, ya'ni kafara, ya'ni kafara ya'ni yo'qolib ketmaydi degan ma'noda ekan yani. Lan ta'dimu savabahu. Uning savobini yo'qotib qo'ymaysizlar. Balki oshni qarta mukofotga erishsizlar.
Vallahu alimun bil muttaqin. Alloh taolo taqvodorlarni obdan bilguchidir. Ya'ni shu yaxshilikni Allohga imoat qilgan holatda har qanday bir yaxshi ishni qo'ldan kelgan yaxshi ishni qilib turgan odam shu muttaqi bo'ladi degan ma'noni bizga bu yerda uqtirib beryapti. Ashta muttaqilarni Alloh taolo obdan bilguchidir. Innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala awladuhum min Allohi shay'a. Haqiqatan kufrliklar bihojat qilolmaydi. Yani lan tughniya degan lan tadfa'a. Hargizmi yo'q dafi qilolmaydi. Ularning mollari va bola chaqalari Allohdan, ya'ni Allohning azobidan hech narsani dafi qilolmaydi. Qiyomat kuni esa ularning mol-varallari, bola chaqalari Allohning azobidan ularni qutuldirib qololmaydi demakchi. Va khassahuma bizikri. Am yerda mol dunyo bilan bola chaqani alohida xos qilib zikr qildi. Nima uchun desa, chunki inson qo'g'daydi o'zini ba'zida mol dunyosini fidya qilish bilan va yana ba'zida bola chaqalardan yordam talab qilish bilan o'zini qo'g'daydi. Shunday bo'lishqa bu yerda shu ikki narsani alohida tilga oldi demak. Demak, uningsizmi mol bola chaqadan boshqa har qanday narsa qiyomat kuni insonni Allohning azobidan qutuldirmaydi. Va ulaika ashabun nar. Shular bo'lsa do'zax egalaridir, do'zax ahlidir. Ular shu do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Alloh taolo hammalarni do'zax azobidan saqlasin. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموه ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Endi nafiq qilganlarning misoli, nafiq qilgan kofirlarning misoli demoqchi ekanman. Ma yunfiqunadan shu kofirlar ko'z tutilyapti demoqchi-da bu yerda. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadaqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib uni nobud qilib o'tgan sovuq shamolga o'xshaydi. Egalarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash Alloh ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Ularga Alloh zulm qilmadi, va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Masalu degan sifatu ma yunfiqun. Yani shu mollarini bu dunyoda payg'ambarga adovat qilish uchun yoki sadaqa qilishmi shu riyo qilib sadaqa qilgan shunday kishilarning misoli, ya'ni kofirlarning misoli shunda bir shamolning misoliga o'xshashki, u shamolda issiqlik bor deydi yoki qattiq sovuqlik bor. U bir qavmning ziroatiga, ekinzorligiga tegdi bu shamol, tegib oshni halok qilib o'tdi demiş. Halok qilib o'tgan mushta shamolning misoliga o'xshaydir. Ular o'zlariga zulm qildi. Ya'ni kufrlik qilish bilan, gunoh ma'siyatlarni qilish bilan. Fa ahlakatuhu. Yani ahlakatuhu degan shamol ekinzorlikni halok qilib o'tdi demoqchi bu yerda. Beshi qaytada ahlakatuhuninki foili. Yani shamol yani ashuna bir ziroatga tegib o'ziga zulm qilgan bir qavmninki ekinzorligiga tegib ekinzorlikni halok qilib o'tgan bir shamolning misoliga o'xshashdir. Ular uningdan manfaat ololmaydi. Shu qilgan sadaqalaridan, nafaqalaridan manfaat ololmaydi. Ya falam yantafi'u bih degan ekinzorlikning egisi ekinzorlikdan manfaat ololmaydi. Shunga o'xshash kofirlarninki riyo qilgan nafaqalari u quruq shamolga o'xshab ketib qoladi. Ular shu nafaqalardan hech qanday manfaat ololmaydi. Birisi u manfaat qilish uchun iymon etgan bo'lish kerak. Allohga Alloh Rasuli imo etgan tavhid aqidasi bo'lishi kerak. Yana bitsa riyo qilmasdan qilgan bo'lishi kerak ekan shu amallarni. Shu chog'da bu amallar insonga oxirat manfaat qiladi. Va ma zalamahumulloh. Alloh ularga zulm qilmadi. Bu yerda ularniki shu qilgan nafaqalardan manfaat olmasligiga sabab Allohning ularga zulm qilganligi emas. Alloh hargiz insonga zulm qilmaydi. Lekin ular o'zlari zulm qildi deydi. Ya'ni kofir bo'lish bilan ularninki shu qilgan nafaqalarini, yaxshi amallarning zoye bo'lib ketishini keltirib chiqadigan kofirlikdan iborat shu qilmishning sababi bilan ular o'zlari zulm qilgan bo'ldi deydi. Bidiya'i nafaqatihim degan
ularning shu nafqalarining zoye bo'lib ketishi, bekor ketishi bilan Alloh ularga zulm qilgan emas, balki ular o'zlariga zulm qilgandir deydi. Alloh taolo hammalarga manfaatli ilm ato qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka va atubu ilayk.